Bilasizmi, hozir bitta narsani o'tirib o'ylab qoldim. Siz uchun bir umr qaror qabul qilishgan. Ya'ni qiz bola bo'lib dunyoga keldingiz va qanaqa ism qo'yishni tug'ilmasingizdan oldin o'ylab qo'yishgan. Talashib ismingiz qo'yildi. Qachon sizga zira taqilishi, qanaqa ko'ylak kiyishingiz, nimalarni yaxshi ko'rishingiz, nimalarni yomon ko'rishingiz, hamma narsa siz uchun o'rgatilingan. Bu yaxshi, bu yomon, buni qil, buni qilma, buni qilsang sen yaxshiroq qiz bo'lasan, buni qilmasang sen yaxshiroq qiz bo'lasan kabi hamma narsa o'rgatilingan. Men mana kiyimni kiyishni xohlayman. Yo'q, qiz bolaga yarashmaydi. Ha qilib kulishni xohlayman. Yo'q, qiz bolaga yarashmaydi. Sochimni yoyishni xohlayman. Yo'q, qiz bolaga yarashmaydi. Sekin siz nima qildingiz? Yopila boshladingiz va mehr e'tibor olish uchun udobniy qizga aylandingiz. Men mehr e'tibor olish uchun ularni normalariga соответствовать qilishim kerak ekan. Demak, shunda meni sevishadi va men ularga yoqadigan qiz bo'laman deb siz shu tarzda yashashni davom ettirdingiz. Qaysi bog'chaga borishingizni, bayramda qanaqa ko'ylak kiyishingizni, maktabda siz nima forma kiyishingiz, nima qilishingiz, qanaqa yozishingiz, qanaqa she'r yodlatishingiz hammasini o'rgatishdi. Katta bo'lsangiz kim bo'lishingizni ham sen bog'chapi bo'lasan yoki doktor bo'lasan, chunki sen turmushga chiqsang, mana narsa bo'ladi. Oldindan sizni turmushingiz qiyin bo'lishi haqida o'ylab xavotirlanishdi. Siz osonroq ish tanlasangiz, birgalikda uying bilan olib keta olasan, chunki seni uying qiyin bo'ladi, eristrogi bo'ladi, senga ruxsat bermaydi kabi nima qilishdi? Ustanovkalarni singdirishdi. Tasavvur qilasizmi? Balki bugun siz shu narsalarni anglagan holatda o'zingizdan keyingi bo'lgan pokoleniyangizga, ya'ni farzandingizga bu narsalarni o'tkazmassiz, u xohlagan narsalarini berarsiz, uni eshitarsiz, uni tushunarsiz. U shortik kiydimi, yomon qiz bo'lib qolmaydi. U sochini bir marta yoyib ko'rib o'zidan zavqlandimi, bu yomon qiz bo'lib qoladi degani emas. Ertaga sochini yig'ib oladi, shunchaki yoyganida qanaqaligini u ko'rmoqchi bo'ldi. Sizni atringizni sepib ko'rdimi, bu yomon qiz likillab qolganidan emas. U o'zini ayol sifatida onasidan o'rnak olib shu narsani qo'llab ko'rdi. Demak, bu plyusga ishlaydi degani. Unda женственность, ayollik energiyasi, o'zini chiroyli ayollik tarafidan qabul qilish balki boshlanayotgandir. Demak, bog'chaga chiqdi. Nima ko'ylak kiyishni istaydi? Shkafini ochamiz. Nima qilish kerak? Qaysi ko'ylakni kiyasan? Mana ko'ylakni kiyasan emas, qaysi ko'ylakni kiyasan qizim? Tanlashing mumkin. Senda fikr erkinligi, tanlov erkinligi, xohlaganingni kiyishing, xohlaganingni yeyishing mumkin. Ya'ni kichik shu narsalar sizni farzandingizni kelajakdagi tanlovlariga ham ta'sir qiladi. Demak, shu narsalar orqali biz bolani o'stirishni boshlaymiz. Va bolangiz maktabga chiqdi. Qanaqa forma olishi, qanaqa baletka olishi sizga yoqqani emas, mayli. U sifat sizini tanladi, lekin shunda u o'zini baxtli his qildi. O'sha narsani olib bering, kiysin, yasansin, chiroyli bo'lsin, yayrasin. Fikr, tanlov erkinligi bering. Shu orqali bola men ham shaxsman, men udobniy bo'lmasam ham, men erkak bo'lsam ham, men xohlagan narsamni qilsam ham men sevilaman. Men kimgadir yoqish uchun ular qilgan narsani qilishim shart emas degan ustanovkalar singishni boshlar ekan. Va sekin astalik bilan bola o'zini boricha qabul qilar ekan. Kimgadir yoqadigan qilib emas, boricha qabul qilar ekan. Va yillar o'tib o'z fikriga, o'z pozitsiyasiga ega, o'zini tanasini, o'zini holatini qabul qila olgan ayol shaklanar ekan. Va xohlagan narsani qil, xohlagan kasbingni tanla dedingiz farzandingizga. U militsiya bo'ladimi, advokat bo'ladimi, shifokor bo'ladimi, tanlov erkinligi bor. Uni xohlagan qiziqishlaridan, talantidan, o'ziga yoqadigan, mazza qiladigan narsasidan xohlab u kasbini tanladi. Sen kasbingda mazza qilib ishlagin, seni hayotingda turmush o'rtog'ing shunaqa bo'ladiki, seni kasbing bilan, seni shu borligingcha yaxshi ko'radi. Shu nima deydi, o'tkir qalaming, o'tkir tishing, so'zingni erkinligi shu narsalar bilan qabul qiladi. Shu seni energiyang bilan sevadi deng
va oilangda sani kelajakda hamma qo'llab-quvvatlaydi. Inshaalloh bolam xohlaganingni qil degan erkinlikni bering. Siz oilada baribir go'zal o'rnaksiz. U aynib ketmaydi, buzilib ketmaydi. Oiladagi mehr, e'tibor, muhabbat, o'zaro hurmat bu narsalarni ko'rib katta bo'lyapti va siz bergan erkinlikdan u vdvayne xursand bo'lib, sizni yanada hurmat qiladi. Bir umr norozi bo'lmaydi. Xohlagan narsamni hech qachon kiymaganman, xohlagan narsamni hech qachon yemaganman, hattoki kasbimni ham ota-onam tanlab berishgan. Mana hozir baxtsizman, ko'chaga chiqa olmayman, o'qimadim, ishlamadim deb bir umr недовольный, baxtsiz jertva bo'lib nolab yashamaydi. Demak, yillar o'tib shu narsadan afsus qilmaslik uchun ikkinchi variantdagi ona bo'lib ko'ring. Endi menga kommentariyada fikrlaringizni yozib qoldiring. Siz qaysi onasiz yoki siz qaysi onani farzandisiz? Bu narsalarni birma-bir o'qish menga juda ham zavq beradi.